Raqobat bor edi darvoza pozitsiyasida. Shukron Yo'ldoshev dastlabki turda qo'riqlayotgandi. Dastlabki turlarda keyinchalik esa Umidjon Ergashev asosiy tarkibdagi o'rnini tortib oldi deyishimiz mumkin. Hozir ajoyib uzatma Alisher Rodilovdan Trivela pas amalga oshirib berildi. Bu tomonda esa Abbosjon G'ul juda qulay nuqtada to'pni egallab oldi. O'zi zarba yo'llashi ham mumkin. Zarba yo'lladi, gol urdi Ilhomjon Vahobov. Super urinish. O'zi xalq Ruslanbek Jiyanov, Zabihullo O'rinboyev, chiroyli kombinatsiya. Zabihullo chap qanotga, Alisher Rodilov bu safar o'zi tepadimi? Bu safar o'zi tepdi va darvozani ishg'ol qildi. Alisher Rodilov. Mavsumda uning hisobida Besqullayev ruxsat berdi. Yuqoridan pas va gol urilmoqda 2-2. Qizilqum yana hisobni tenglashtirdi. Dilshodjon Komilov gol muallifi.